Beshariq tumanida xalqaro tibbiy hamkorlik doirasida muhim tadbirlar bo'lib o'tdi. Xitoy Xalq Respublikasining Shaoxin universiteti qoshidagi klinika shifoxonasi mutaxassislaridan iborat delegatsiya tumanga tashrif buyurdi. Bir hafta davomida tuman tibbiyot muassasalarida aholi uchun bepul tibbiy ko'riklar o'tkazilib, amaliy mahorat darslari tashkil etildi. Jarayonlarda mahalliy shifokorlar ham faol ishtirok etib, xorijiy mutaxassislar tajribasini o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bir necha kun davomidagi kuzatishlarimiz natijasida bo'g'im kasalliklari, bachadon kasalliklari, gipertoniya, cerebrovaskulyar kasalliklar, yog'li gepatoz hamda semirish kabi xastaliklar nisbatan ko'proq uchrayotganini aniqladik. Ushbu kasalliklarning kelib chiqishi asosan noto'g'ri ovqatlanish odatlari va kam harakat turmush tarzi bilan bog'liq deb hisoblaymiz. An'anaviy Xitoy tibbiyoti nazariyasiga ko'ra, mol va qo'y go'shti kabi yog'li hamda issiq tabiatdagi mahsulotlarni ortiqcha iste'mol qilish ichki namlik yig'ilishiga yoki jigarda haddan tashqari yog' to'planishiga olib kelishi mumkin. Bu esa gipertoniya va cerebrovaskulyar kasalliklarga moyillikni oshiradi. Shuningdek, ovqatlanish odatlari mahalliy aholi orasida semirishning keng tarqalishiga sabab bo'lib, natijada tayanch harakat tizimiga ortiqcha yuk tushmoqda va tizza bo'g'imlari kasalliklari ko'proq uchramoqda. So'nggi kunlarda biz avvalo bir qator mahalliy shifoxonalar faoliyati bilan tanishdik. Asosiy e'tibor esa mahalliy shifokorlar bilan hamkorlikda bemorlarga amaliy yordam ko'rsatishga qaratildi. An'anaviy Xitoy tibbiyotida qo'llaniladigan kuzatish, eshitish, anamnez yig'ish va palpatsiya kabi 4 ta asosiy diagnostika usuli orqali bemorlarga maslahatlar berdik. Shuningdek, akupunktura amaliyotini ham bajardik. Ayniqsa, akupunktura usullarimiz tez va samarali ta'siri sababli mahalliy bemorlar tomonidan iliq qabul qilinmoqda. Xitoylik mutaxassislar O'zbekistonda amalga oshirilayotgan Yashil makon umummilliy loyihasini mamnuniyat bilan qo'llab-quvvatlashdi. Ular ushbu tashabbusga qo'shilib, ko'chat ekish marosimida ham ishtirok etdi. Shu tariqa tumanda mo'jazgina Xitoy-O'zbekiston do'stlik bog'iga asos solindi. Umrimda ilk bor daraxt ko'chatini ekishim. Bundan juda mamnunman, deydi delegatsiya a'zosi Ling Xiaohui. Avvalo shu fursatdan foydalanib, Shaoxin universiteti va unga qarashli shifoxona rahbariyati nomidan mamlakatingizga amaliy tashrif va mahorat almashinuvi imkoniyatini yaratganingiz uchun samimiy minnatdorchilik bildiraman. Shuningdek, delegatsiyamiz nomidan yuqori saviyada tashkil etilgan dasturlar va iliq mehmondo'stlik uchun tibbiyot sohasi rahbariyatiga ham chuqur minnatdorchilik izhor etaman. Qisqa vaqt ichida biz o'zbek xalqining samimiyligi va mehmondo'stligini chin dildan his qildik hamda an'anaviy Xitoy tibbiyot usullariga bo'lgan ijobiy munosabatdan juda mamnun bo'ldik. Tibbiyot chegara bilmaydi. Bilimning haqiqiy qiymati esa uni baham ko'rishdadir. Umid qilamizki, bu hamkorlik faqat boshlanish bo'lib, kelgusida yanada keng qamrovli, uzoq muddatli va samarali almashinuvlarga zamin yaratadi. Bir kamar, bir yo'l tashabbusi doirasida an'anaviy Xitoy tibbiyoti madaniyatining O'zbekistonda rivojlanishiga, aholiga yanada sifatli tibbiy xizmat ko'rsatilishiga va sog'liqni saqlash sohasining yuksalishiga hissa qo'shishni maqsad qilganmiz. 整个的一个医疗卫生事业带来一个高质量的发展。